Assalomu alaykum hammaga, YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga yangi epizod Honji EHS9 mashinasini polniy obzorini qilib o'tamiz. Ko'rib chiqamiz mashinaning ichki funksiyalarini va tashqi funksiyalarini. Videoni boshlashimizdan oldin bizani profilimizga kirib, kanalimizga podpiska bosib, kommentariya qo'yib, har xil poddershka qilib tursalaringiz, bundan zo'r mashinalarni olib chiqamiz va videoga olamiz. O'zimning opitimdan gapirib o'taman, bu mashina prezidentlarning mashinasi. Xitoyda buni urveni juda ham katta. Xitoyning pravительствоsi bu mashinani sotish uchun даже o'zini kompaniyalariga har xil takliflar berib o'tadi, чтобы oyida, hozir yilida bu mashinadan sotib olish uchun. Farqi yo'q. Bu mashina bo'ladimi yoki Honji brendiga tegishli bo'lsa bo'ldi. Bu mashinamiz premium mashinasi. Rolls-Royce'ning dizayneri buni dizaynlashtirilgan va Jaguar bilan bir xil anaqa dizaynga ega. Uzoqdan ko'rsangiz juda ham uzun. Toyota Land Cruiser 300 yoki BMW X7 dan ham uzunroq, 5.2 uzunligida. Mashinamiz ko'rganda akulani ko'rgandek bo'lasiz uzunligidan. Va hozirda biz sizlarga texnik xususiyatlarini ko'rsatib o'tamiz. Texnik xususiyatlariga kelsak, bunda gigantskiy batareya bor. Bu degani 120 kilovatli batareya. Odatda elektromobillarda, polniy tokda yuradigan elektromobillarda 60-70 kilovatli batareyalar bo'ladi. Gibridlarda 30-40 bo'ladi. Bunda esa 120 kilovatli batareyasi bor. Naqs 700 kilometrgacha menimcha boradi, 690-660 gacha. Qishda esa o'rtacha 500 kilometr yurib bersa kerak. 550 kilometr o'rtacha yurib beradi. Konditsionerlar yoniq, hamma narsa bilan. Ot kuchiga kelsak, 551 ot kuchi bor. 5 sekundgacha shu gavdasi bilan 5 sekundgacha 100 ga chiqadi. Bilaman, zerikib qoldingiz texnik xususiyatlari bilan. Hozir men sizlarga ichini ko'rsatib o'taman. Ichi ham allambalo bo'lib yotibdi. Mashinamiz 6 ta sidenyalik. Hozirda buni 4 ta sidenyaliklari ham bor, 6 ta sidenyaliklari ham bor. 6 ta sidenyalarimiz hozir tushib qolgan, chunki bagajni sizlarga ko'rsatmoqchi biza. Ichini ko'rib o'tamiz hozir. Ichiga kirsak, kojzam bilan ishlab qo'yilgan massaj, oldi sidenyalarda massaj bu, orqa oldingi abduf abagrev, polniy sidenyalarni kontrol qilib mana boshqarsa bo'ladi. Joyini ko'rib olsam, orqani sursak, juda ham katta joy bo'ladi bu yog'iga. Mana bu yoqlarda har xil telefon qo'yish uchun joylar ham ajratib qo'yilgan. Dinamikalari ham bor. Hatto oldiga kelsak, oldiga 3 ta katta monitor bor. Hozir yoqib ko'rsataman sizlarga. Buni torpedkasini ko'rsanglar, mana bu yerda 3 ta monitori bor. 12 dyumli. Mana bu yoqda kichkina monitor. Klimatni boshqarib turasiz bu yerda. Mana bu yoqlari yog'och bilan ishlangan, polniy. Honji 205 ga o'xshagan mana bu yoqda korobka perdachi bor. Oldinda qo'yish kerak. Mana bu yoqlarda qo'ysa yaxshi bo'lardi. Bu yerda bardachokni qanday ochamiz buni? Hozir bardachok bo'lmasa kerak bu yog'iga bardachogi. Bo'ldi. Mana bu yoqdan ekan. Mana bunday yopiladi, ochiladi. Xo'sh, mashinamiz kojning, zam kojdan ishlangan mana bu yoqlarda yuqorilari. Oldi ikkita sidenyaga massaj bor. Orqa oldinlariga abduf abagrev bilan jihozlangan. Mana bu yoqlari zo'r ishlab qo'yilgan, aytib o'tganimga o'xshagan. Panoramasi. Hozir panoramasini ko'rib o'tamiz. Bo'ladi. Yomon emas. Panoramasi. Mana bu yoq ochiladi. Mana. Havo kirish uchun joy ham sizlarga mana. Ekraniga kelsak, oddiy prosto ishlab qo'yilgan, lekin как бы hamma narsa bor. Masalan, 360 kamera deysizlarmi? Hamdan CarLink ulasa bo'ladi, как Android Auto yoki CarPlay qilib ishlatsa bo'ladi. Ishqilib o'zining narxiga yaxshi.
Bunaqa mashinalarda orqada o'tirib olib biznes strechalariga ketsak bo'ladi. Bundan yana bitta fulliga ekran bo'ladi bu yog'iga, orqalariga ekran bilan ko'rib maza qilib ketsangiz bo'ladi. Klimat kontrol, deflektorlari hammasidan bor. Mana bu yoqda qo'yadigan USB slotlari ham bor. Tok 112 voltli joylari ham bor. Orqasida maza qilib ketasizlar. Bagaj juda ham keng, orqa sidinani tushirib qo'ydik hozir. Bularni ko'tarsa ham bo'ladi. Polning anaqa joy keng. Mana bunday qilib shtorkalari ham tushadi, ko'tariladi. Mana bu yoqdan eng zo'r joyi pnevmo podveskasini boshqarsa bo'ladi. Pastga tushadi mashina, pastga ko'tariladi mashina. Pnevmolarni bu yoqdan boshqarsa bo'ladi. Tushirasiz, orqa sidinyalarni ko'tariladi. Yetarlicha joy bor, xullas. Mashinamiz mamlolari, podvetkalar yonadi, optikalari, orqadagi optikalar chiroyli ko'rinadi bu yoqdan. Mashinamizga R21 katta balonlar bilan, Michelin bilan jihozlangan balonlar bor. Xullas, videomizga yakun yasaymiz. Mashinamiz EHS9. Xullas, videoga yakun yasaymiz. Mashinamizni narxiga kelsak, narxini aytishimdan oldin podpiska, like bosishni unutmang. Mana bu qisqa tugmachalarni bosib, podpiska tashlab qo'ying. Keyingi storieslarimizda yana boshqa mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Narxini 75 ming deyishyapti. Yana kelsanglar, ustida yana tortishib 73 ming, 70 minggacha qilib berishadi.